qalbning ozuqi. Beden yemek içmekке muhtaç bo'lgandek, qalbmu ozuqlanishdan behojat bo'lolmaydi. Qalbning ozuqi bo'lsa, Allohni eslashdir. Allohni eslash bo'lsa, qalbga hayotlik va rohat bag'ishlaydi. Hadisda mundaq kelgan: Allohni eslab turadigan kishi bilan eslimaydigan kishining misoli hayot odam bilan o'lik odamning misoliga o'xshaydi. Allohni eslash orqali qalbda xotirjamlik va tamkinlik bo'ladi. Alloh taolo mundaq deydi: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Tavba qilganlar, iymon aytganlar bo'lib, ularning dillari Allohni yod etish bilan aram topadi. Bilinglarki, dillar Allohni yod etish bilan aram topadi. Payg'ambar alayhissalom nafli ibodatlar ko'p bo'lgan kishiga Allohni eslashni tavsiya qilgan. Tiling hamisha Allohni eslash bilan bo'lsin. Beden roza tutish orqali yemek ichmakdan yeniklisa, qalb bilan til Allohni jonliq eslaydi. Roza tutish bomdod namozidan keyin kun chiqquncha masjidda Allohni eslab o'ltirish va asr namozidan keyin shomga azon chiqquncha bo'lgan oraliqda Allohni eslash Allohni eslashning yaxshi usullaridir. Roza tutquchining suhurlikdan keyin bomdod namoziga azon chiqquncha Allohni eslab, Allohdan mag'firat talab qilishi eng yaxshi zikrlardandir. Allohni eslagan kishini Allohning mu eslashi yetarlik marhamatdir. Bu haqda Alloh taolo mundaq deydi: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Meni yod etinglar, men mu sizlarni yod etaman. Menga shukr qilinglar, nashkurlik qilmanglar. Allah hammamizni Allohni ko'p eslaguvchilardan qilsin. Amin.